qizlarni, kelinlarni, ayollarimizni ranjitib bo'lmas ekan. Xafa qilib bo'lmas ekan. Uni sababini ham aytayaptilar, nimaga xafa qilib bo'lmasligini. Chunki bular qabirg'adan yaralmishlar. Qabirg'aning egri joyi yuqorisi bo'ladi. Buning ikkita ma'nosi bor ekan. Birinchi ma'nosi, birodarlar, ayollardagi kamchiliklar, xatolar, yetishmovchiliklar, har xil gaplar Havo onamizdan meros ekan. Voy, nima qilaylik birodarlar? Shunaqa ekan. Mana kuz bo'lyapti, qish bo'lyapti, sovuq bo'lyapti-ku. Ertaga bahor kelsa iliq bo'ladi-ku. Yoz kelsa issiq bo'ladi-ku. Olovga qo'limizni tutsak kuydiryapti-ku. Buni aqlimiz qabul qilyapti-ku. Ayollardagi kamchilikni ham qabul qilsin ekan. Shunaqa. Allohim bularni shunaqa yaratgan.